Bilasizmi, bu stolda iftorlik paytidan oldin go'sht yeyilayotgan edi. Bu go'sht nimani go'shti desa, inson go'shti. Bu gapni aytmasam bo'lmaydi. 2 kun avval iftorlik qilgani qadrdon opalarimiz bilan yig'ilishga kelishdik. Va men 10-15 daqiqa oldin bordim, sherigimiz bilan restoranga kirdik, o'tirdik, juda ham mayin muzika yangramoqda va orqamizda 6 ta 7 ta ayol xuddi bizga o'xshab iftorlik munosabati bilan yig'ilishgan. Qarshimdagi sherigim telefonda o'zini xodimlariga vazifa berish boshladi. Men bu yoqda diqqatim orqa stoldagi ayollarning gapini eshitishda qolib ketdi. Bilasizmi, bu stolda iftorlik paytidan oldin go'sht yeyilayotgan edi. Bu go'sht nimani go'shti desa, inson go'shti, ya'ni insonlar muhokamasi. Begonalar emas, o'zini erini, qaynonasini, qaytib kelgan qaynisinisini, yaqin insonlarini muhokamasi bilan qah-qah otib kulayotgan ayollarni suhbatiga diqqatim ketdi va afsuslandim. Ayollar uchun davra kerak bo'ladi. Ayollar davrasi dugonalar, do'stlari, qadrdonlari, lekin eng go'zal davra bu insonlarni muhokama qilib g'iybat qilinadigan emas, yuksalish, rivojlanish haqidagi ilm davrasi hisoblanadi. Men mana shu og'riqlarni hisobga olgan holatda bu bizani kunda kunora hayotimizda har kun takrorlanadigan ish, ikkita ayol bir joyga kelsa albatta g'iybat qilish kerak deb o'ylashadi. Aslida unaqa emas. Opa-singillarim, men Sakura ayollar klubini tashkillashtirganman. Bu eng qimmatbaho ayollar klubi. Ya'ni bu yerda siz ilm, yuksalish, rivojlanish, oilaviy munosabatlarni juda ham go'zal holatga keltirish haqida ilm olasiz. Sakura ayollar klubimni mart oyiga qabulni ochdim va bu oyda o'qimoqchi bo'lsangiz, men bilan birga o'sib rivojlanmoqchi va bu klubda 10 mingdan ortiq ayollar rivojlandi. Siz ham albatta rivojlanasiz, chunki kafolatlangan tarzda bilimlar berib boriladi. Agarda siz ham mana shu rivojlanish, yuksalish yo'liga kirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, men sizni kutib qolaman. Izohlarda 7 raqamni qoldirsangiz, siz bilan yordamchilarimiz bog'lanishadi, sizga adminimiz silkasi yetib boradi.